Yoshlikda ko'pchiligimiz orzu qilgan va hozir ham agar bersa minib ko'rish xohlaydigan avtomobilimiz sizlarga bugun obzor qilib o'tib ketamiz. Eksklyuziv kontent. Hozir mana avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. Isuzu'ni Pajarniy avtomobili. Videoni mana to'lig'ini ko'rsatib o'tib ketaman. Sizlarga undan oldin like va podpiska bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Eksklyuzivniy video bo'ladi bugun. Ko'rib turganinglar Isuzu FTR 34L modelimiz. Ko'rayotganinglarda bahaybat. Ichida 4 tonna suv bor, buni bemalol borib yong'inlarni o'chirib keladi. Buni ichida nima borligini hali hech kim ko'rmagan. Buni eksklyuziv qilib mana bugun namoyish etib o'tib ketamiz. Yog'ida mana bemalol bunday chiqib mana Pajarniyda ishlaydigan akalarimiz bilan o'tiradi. Mana 4 ta joyi bor. Rosenbauer firmasi, amerikanskiy firma tomonidan ishlab chiqarilgan narsalar bor. Buni pechakka tortsanglar ham tepasi o'zgaradi. Bu yoqda uni mana formalari bo'ladi. Yong'inga qarshi formalar buni ichida. Bu yoqda etiklari. Bu hozir endi yaqinda keldi avtomobilimiz, hali taxlashga ulgurmadik. Avtomobilimizni ko'ryapsizlar. Bu yog'ini. Endi sizlarga ichidagi qolgan narsalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ushbu avtomobilimiz oldin faqat yong'in o'chirish bilan shug'ullansa, hozir endi qutqaruv ishlari bilan ham shug'ullanadi. Avtomobilimizda ko'ryapsizlar, mana barcha narsalari bor mana. Reska deysizlarmi? Kalonch arqonlari bor mana. 50 metrlik, 30 metrlik arqonlari, barcha narsalari mavjud. Ko'rayotganinglarda bu yoqda uni rukava deydi, buni Pajarniylar. Shlanglari, shlanglar ulab o'sha suv sepish yordam suv sepishadi. Yog'ida ko'ryapsizlar, bunda pena sepadi. Penasini sepadi. Yog'da mana 20 metrgacha chiqadigan shlanglari bor. Ulab turib lafetniy stol. Mana bu narsani sizlar uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. Buni ishlatilishi rukava mana uchi. Mana uchini ko'rib turibsizlar. Haminga qotiriladi va bu yoqdan oldidan napora bilan sepadi. Bunisi bor. Keyin mana orqa tarafida buni eng qimmat narsasi, ya'ni nasosi joylashgan bo'ladi. Ko'rayotganinglarda Rosenbauer firmasining nasosi. Bu ham чистый amerikanskiy nasos. Buni narxi bitta Spark puli bilan teng. Bu yoqlarida mana generatorlari bor, suvni tortish uchun. Bu yoqda shlanglari. Bu yoqda ham pena sepish mo'ljallangan. Bitta mostiki bor. Shu rukavalar yo'ldan qo'yilgan paytda uni ustidan mashina bosib o'tmasligi uchun uстановка qilinadi bu narsalar. Mana bu narsani bilasizlarmi nimaligini? Bilsanglar kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Bilmaganlar uchun bu zazemlение deyiladi. O'sha pastda tok mavjud bo'lsa, buni qo'yib turib, o'sha tokka bartaraf etishadimi? Shunaqa bo'ladi, короче. Bu yoqda yana rukavalar, mana bitta gidrantga ulab turib, shlang tortish mumkin. O'sha rukavani ulab turib, suvi tortiladi bundan основной. Ko'rayotganinglarda. Bu yoqda mana qutqaruvchilarning ishi mana. Челюстной, gidravlический bu ham mana ko'ryapsizlar. Bu yoqda расширитель buni ochadi. Kengaytirish uchun mo'ljallangan. Bu yoqda mana ручной, o'sha расширителlar. Bunisi domkrat mana boshqacha. Domkratlari ham bor bo'ladi, sal boshqacharoq bo'ladi. Mana pistolet. Buni ham o'sha ichiga ulab turib, nima ham sepsa bo'ladi, mana ko'ryapsizlar. Bu yoqda ko'p narsalari bor, endi hammasini birma-bir tanishtirib o'tib ketish uchun vaqt ketmaydi. Endi buni salonni ichida ham bitta ko'rsataman. Endi salonimizni ham bitta ko'ramiz. Ko'rayotganinglarda обычный
Hallon balo narsasi yo'q. Isuzu logoyimiz, bokovoy oynalarimiz, bunday tepada narsalarni solib qo'yadigan joylari bor. Bu yoqdan mana bemalol o'sha gaplashish uchun joylar ochib qo'yilgan. Xo'p, mana bu narsasi oldida mana turgan farani upravlять qiladigan narsasi. Mana ko'rasizlar. Tepaga, pastga, yonga harakatlanadi. Bu kunning qorong'u qismida yoritish uchun ishlatiladi aslında. Bu yoqda buni yana funksiyalarini. Bu yoqda mana buni qo'shganingizda migalkasi yonadi. Bu yoqdan oldi far ham qo'shiladi. Xo'p, va yana eng qiziq narsasi ko'chada katta bolalar yashirib ishlatadigan narsani sizlar bemalol ishlatsanglar bo'ladi, ya'ni migalka. Ko'rayotganingizda bunda boshqacha. Bunda bemalol bu yoqni bosib gapirsanglar, bu yoqda ko'rayotganingizda 5 xil zvuk signallari bor. Bu yoqdan yoqib o'chiriladi, mana yonyapti. Va shu пожарный mashinamiz. Endi mashinamizni tepasiga ham bir chiqib ko'ramiz. Bu avtomobilimizning tepasida mana пожарный tepasida narvoni bor. Mana maligini bilsanglar yozib ketinglar. Nima vazifa bajarishini. Bu yoqda mana turbani, mana buning ichida shlanglari bor, bemalol toshab, bundan suv tortib oladi. Xo'p, buni yordamida suv sepsanglar bo'ladi, mana ko'ryapsizlar. Katta napor, katta давление bilan shunda burab bemalol qaysi точkaga qarab sepsanglar sepib ko'rasizlar. Bundan da eksklyuziv videolarni kutib qolinglar. Kanalimga obuna bo'linglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.